Farzandlarga yoshligidan quyidagi kalima o'rgatiladi. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh. Afsuski, ba'zi yoshlarimizdan ushbu kalima so'rasa, tillari aylanmay, aytishga qiynalib qolishlari achinarli hol. Ba'zida kuyovlardan bir kalimani takrorlab qo'ying desangiz, nikoh bobida, nikoh asnosida dovdirab qoladi. Lekin shundan Ispaniyadagi yoki Fransiyadagi yoki Angliyadagi futbol komandalarini so'rasangiz, inglizcha qilib aytib beradi. Fransuzcha qilib aytib beradi. Unda kim o'ynaydi, uni kimga sotib yubordi, kim o'rniga keldi, necha millionga oldi, hammasini biladi. Lekin kalima siz qorakan, endi shu kelinni oldida bizni xijolat qilmang deydi. Men undan boshqa narsa so'raganim yo'q. Demak, u kalimasini ham bilmaydi. Taassufki, bu kalima bir marta uylanayotganda aytiladigan narsa emas bu. Aslida uylanayotganda so'rash bu bizning aybimiz bu. Nima uchun so'raymiz u? Musulmonligini da'vo qilib turibdi aslida u. Lekin shubhamiz bor. Kalimani bilmaydi. Taqlidchi. Otam musulmon, men ham musulmonman deydi bo'ldi. Boshqa narsa yo'q. Agar nasoro bo'lsa, boshqa din vakili bo'lib islomga kirayotgan bo'lsa, unda so'rasangiz yarashadi. Qani kalimani ayt, shunga ishondingmi deyishlik yarashadi. Lekin ba'zida bir eslatib qo'yaylik, takrorlansin, changi to'kilsin deb kalimani so'rasak, qul vallohni bilardim, alhamdulillah bilardim deydi. Uylanayotganda nikohda domlaga aytish uchun o'rganmasin. Dinini talabi, oxirat talabi bo'lganligi uchun bu kalimani yoddan qalbiga jo qilishlik musulmon kishining vazifasi bo'ladi.